jamiyatda inson qadrini ulug'lash, mehr-oqibat va e'tibor tamoyillarini mustahkamlash yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu tashabbuslar izchil davom etmoqda. Ana shunday xayrli loyihalardan biri Sima Umid fondi tomonidan tashkil etilgan Men ayolman nomli xayriya aksiyasidir. Mazkur tashabbusdan ko'zlangan asosiy maqsad spinal mushak atrofiyasi kasalligiga chalingan farzandlarni parvarishlayotgan onalarga ma'naviy ko'mak berish, ularni ijtimoiy, ruhiy holatini qo'llab-quvvatlash hamda ularga e'tibor va g'amxo'rlik ulashishdan iborat. Bugun Sima Umid fondi xayriya jamoat fondi tomonidan xayriya aksiyasi deb ayta olmayman. Ayollarimizni Navruz bayrami bilan, shu bilan birgalikda bahor bayrami bilan, Ramazon ayyomi arafasida bir xushnud qilish istagida bo'lib, biz bugun 10 nafar ayolimizni alohida salonlarga olib borib, ularni har tomonlama turmaklarini, chochlarini va do'konlarimizga olib borib, stillarini o'zgartirdik va bular uchun homiylarimizga alohida rahmat deymiz va jami bo'lib 20 nafar ayolimiz bugun iftorlikka taklif etilgan va bu ayollar bugun bir kun farzandlarisiz o'zlari uchun ozgina bo'lsa ham oro berishdi. Onalarimiz hozir yig'lashyapti. Bu xursandchilik yoshlari, bemalol olib ko'rsating bularni ham. Bular ham onalar xursandchilik yoshlari. Bilasizlarmi, bitta narsa bor. Inson hayotda insonni taftini oladi. Men juda ham xursandman sizlar bilan birgalikda bo'lganim uchun. Va mana bugun meni dugonalarim, do'stlarim hammasi shu yerda. Aksiya doirasida 20 nafar ona uchun alohida kun tashkil etilib, ular bir kun davomida kundalik tashvishlardan biroz bo'lsa-da xoli bo'lish imkoniga ega bo'ldilar. Ishtirokchilar poytaxtdagi go'zallik salonlariga taklif etilib, ular uchun muz parvarishi, professional pardoz xizmatlari hamda zamonaviy soch turmaklari amalga oshirildi. Shuningdek, loyiha davomida ishtirokchi onalar uchun maxsus imij yangilash jarayoni tashkil etilib, kiyim-kechak do'konlaridan ular uchun did bilan tanlangan liboslar taqdim etildi. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, kayfiyatini ko'tarish va ijobiy ruh bag'ishlashga xizmat qildi. Kun yakunida esa ishtirokchilar uchun samimiy muhitda iftorlik dasturxoni yozildi. Onalar bayramona kayfiyatda gullar bilan kutib olinib, iliq suhbatlar, mehrga boy lahzalar va o'tkazilgan ushbu uchrashuv ularga unutilmas taassurotlar ulashdi. Biz fond rahbarlarimizga avvalom bizga qaratgan, bolalardan ortib onalarga ham qaratgan e'tiborligi uchun rahmat aytmoqchiman. Ilohim niyatlariga yetishsin, nimaiki niyati bo'lsa. Mana shu abzashni boshlab qo'ying. Kun yakunida esa ishtirokchilar uchun samimiy muhitda iftorlik dasturxoni yozildi. Onalar bayramona kayfiyatda gullar bilan kutib olinib, iliq suhbatlar, mehrga boy lahzalar bilan o'tkazilgan ushbu uchrashuv ularga unutilmas taassurotlar ulashdi. Tadbir davomida saxovatpesha homiylar tomonidan taqdim etilgan sovg'alar topshirilib, ishtirokchilarga alohida e'tibor va hurmat ko'rsatildi.